Assalomu alaykum qizlarjonlar. Ko'pchiliginglar direktimizga savol beryapsizlar. Nega bir xil fason bo'lsa ham, naqshlari bir xil bo'lsa ham, narxi har xil ansambllarni deb. Farqi qizlar, bir xil ansambllarimiz ruchная работа, ya'ni 100% qo'l ishi. Har bitta bezaklari qo'lda bezatilgan bo'ladi. Bir xillari arzonroq variant xohlaganlar uchun toshli qilib ularni kleda yopishtiriladi qizlar. Kleda yopishtirilgani mustahkam kleda yopishtiriladi, lekin baribir qanchadir vaqtdan keyin tushib qolishi mumkin. Ruchная работа qizlar tushib qolmaydi, chunki har bittasi qo'lda tikib chiqilgan bo'ladi. O'shaning uchun ularning narxi qimmatroq. Misol uchun sizlarga tushunarli bo'lish uchun tushuntirib o'taman. Bu ansamblimiz 50 ga 50, ya'ni pastdagi toshlar hammasi yopishtirilgan. Tepadagi mana shu qo'lim bilan ko'rsatayotgan toshlarim yopishtirilgan, lekin bu shokildalari hammasi qo'lda tikilgan, bular yopishtirilmagan qizlar. Ikkiga mana ba'zi ko'ynagida ham qo'lida mana bu yog'ida bu anaqalari naqshlari qo'lda tikib chiqilgan. Bunisi ruchная работа qizlar. Farqi ansambllarimiz narxidagi farqi shu основной shu ruchная работа yoki yopishtirilgan. Asosan narx shunga qarab belgilanadi qizlar.